Xalq deputatlari Namangan viloyat kengashining navbatdagi 18-sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda doimiy komissiyalar tomonidan sessiya kun tartibiga kiritilgan 19 ta masalalar muhokama qilindi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Sessiyada deputatlar viloyatda qonuniylikni mustahkamlash, huquq tartibotni kuchaytirish hamda jinoyatchilikning oldini olish borasida o'tgan yil amalga oshirilgan ishlar yuzasidan mutasaddilarning hisobotlarini tingladilar. Bu yo'nalishda Prezidentimiz raisligida Toshkent shahrida bo'lib o'tgan xavfsiz muhitni shakllantirish hamda jamoat xavfsizligini samarali ta'minlash bo'yicha namunaviy amaliyotni tashkil etish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida yangi tizim asosida faoliyat yuritish alohida ta'kidlandi. Bundan tashqari, viloyat mahalliy byudjetining belgilangan prognoz ko'rsatkichlari ijrosi, tuman va shaharlarning ixtisoslashuvi, hududlarda aholi yashash va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun qulay muhit yaratish, driver loyihalarini tasdiqlash, yangi O'zbekiston qiyofasidagi tumanlarni rivojlantirish dasturini bajarish kabi masalalar deputatlarning qizg'in bahs-munozarasi asosida ko'rib chiqildi. Shuningdek, Adliya boshqarmasi tomonidan norma ijodkorligi, huquqni qo'llash amaliyoti va huquqiy targ'ibot sohasidagi ishlar, yo'llarda inson xavfsizligini ta'minlash, o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish kabi masalalar ham ko'rib chiqildi. Norma ijodkorligi sohasiga to'xtaladigan bo'lsak, viloyat hokimi hamda xalq deputatlari kengashining 23 ta turdagi normativ hujjatlari Adliya boshqarmasiga ekspertizadan o'tkazish uchun kelib tushgan. Shundan 17 tasi ekspertizadan o'tkazilgan hamda 6 tasi qayta ishlash uchun ijrochilarga yuborilgan. Huquqni qo'llash amaliyoti yo'nalishida 2025-yilda 16 ta sohada o'rganish o'tkazdik. Natijada 6000 dan ortiq qonun buzilishlar aniqlandi hamda 1000 dan ortiq taqdimnomalar kiritildi. Deputatlar tomonidan bildirilgan takliflarni ham inobatga olgan holda kelgusidagi faoliyatimizni davom ettiramiz. Konstitutsiyaviy o'zgarishlar mohiyatida hokimiyat va vakillik organlari o'rtasidagi vakolatlarning berilishi, mahalliy davlat boshqaruvida ochiqlik, hisobdorlik va deputatlar mas'uliyatini oshirishga xizmat qilishi muhim ahamiyatga ega ekanligi alohida ta'kidlandi.